Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu safar hali bir fikr kelib qoldi. Shu narsani hammaga baham ko'rmoqchi edim. Tirkatashchilarga tegishli bu safargi gaplarim. Tirkatashchilar, tadbirkorlar ish boshqarish oson emas, to'g'ri. Hamma yo'li o'zini qiyinchiligi bor, izlanishlari kerak bo'ladi. Tirkatashchilarga qisqa va lo'nda qilib aytmoqchi edim. Har bitta tirkatajda poson bo'lyapti. Misol uchun однотомный, hammayoq cho'tki chiroyli chiqyapti. Lekin misol uchun mana bunaqa полосатый, yarmi bo'lak va bo'lmasam brend qanaqadir yozuv manaqasiga ko'ndalangan, misol uchun shunaqa shu narsani qilish kerak deb o'ylayman. Men bozor bo'yicha jahon bozoriga chiqaman. Jahon bozor bo'yicha usti-bosh yoqish qiyin bo'ladi menga. Hamma yerda однотомный. Manaqasiga полосатый yo'q. Bunaqasiga полосатый yo'q. Bunday desa полосатый manaqasiga yo'g'on polasa har xil ranglar bo'ladi. Yo bo'lmasam bunaqasiga bir ajoyib dekorativniy internetlardan izlansa bo'ladi. Misol uchun nima chiqarsa bo'ladi. Bitta narsa chiqarish kerak. Bitta kiygan odam zo'r chiqibdi, pono bolamga zo'r ekan, shunday olaman deydigan narsa chiqarish kerak. Shunda menimcha bozor juda ham zo'r yuradi. Men mana shu usti-boshni 180 ming so'm deganida 160 ming so'mga oldim. Normalniy ko'rinishi haligi Yevropadan kelgan singari o'zimizda ishlab chiqarilmaganligi aniq. Misol uchun albatta sifatiga, nimasiga e'tibor berish kerak. Buni O'zbekistondan oldim. Bunda полосатый yo'q mana bunda. Bu однотомный bir xildan. Bu ham Spartikani materiali. Buni abdenni oldim. O'zbekistondan bozorlarga borib mana shu narsani topolmadim. Bitta kosonda bor ekan, kosondan topdim. Bu ham bo'lsa bitta bir dona qolgan ekan, однотомный ko'k qolgan ekan. Bu oq, mana bunisi ko'k. Demoqchi bo'lganim bir dekorativniy narsalarni ishlab chiqarishda yo'lga qo'yaylik endi. Tirkatajda yaxshi Yevropaga harakat qilib, Yevropaga, Rossiyaga chiqarayotganlarga malades, oson emas. O'zimizga ichki bozorlarga mana shunaqa bir полосатый narsalar chiqaringlar. Hamma ko'rsin, hamma olsin. Однотомный ham yaxshi. Qayergadir однотомный kerak. Lekin полосатый mayda-maydasi bo'lmaydi, ko'zni aylantirib yuboradi. Katta полосатыйlar chiqaringlar, go'zal qilib. Shuni tavsiya qilmoqchi edim. Qachongacha Yevropa narsasini kiyamiz? O'zimizdan chiqsin. O'zimizdan olib kiyaylik. O'zimizdan olib kiyapmiz. Prosta jahon bozorida rosa aylanaman. 1 marta, 2 marta, 3 marta aylanib, oxiri bitta narsa olaman. Yo ikkita narsa olaman. Qo'qonga boraman. Qo'qonda ham aylanib, yoqsa olaman, yoqmasa bolalarga olib kelaman. O'zimizdan chiqaraylik do'stlar. Zo'r bo'ladi, bozor o'ta ham tez bo'ladi. Yevropada, Rossiyalarga chiqarsanglar ham albatta sizni narsangiz ketadi. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Kimgadir noto'g'ri tushunmanglar. Bu prosta biznes. Harakat qilib chiqarish kerak. Qani, meni mablag'im bo'lsa o'zim chiqarasdim.